Hurmatli hamshiralarim, bu sizlarga hammalaringga taalluqli. Mana gaz ballonini tarqatganda uyma-uy tarqatish kerak birinchi o'rinda mashinalar. Birar ballonlarni esa ADSga telefon qilsalaring, ADS olib ketish kerak o'zi aslida. Olib ketib almashtirib berish kerak. Ko'p ballonlar hozir nosoz bo'lganligi uchun miqidan qo'yyapti, buni aslo ishlata ko'rmanglar. Uyingizda yong'in bo'lishi mumkin. Shuni ehtiyot bo'lib tekshirib olinglar. Probkasi bor, probkani qo'yib turib qatirtsalaring, gaz hech qayerdan chiqmasa, shunda qo'yasizlar. Yo bo'lmasa radiator qo'ygandan keyin gaz ochsangiz, fashillab gaz chiqib ketadi. U ballonni aslo ishlatmanglar. Hurmatli fuqarolar. Rayonimiz fuqarolari, oilalar, akalar, onalar, otaxonlar u gaz ballonni aslo ishlatmasdan ADS chaqirib, 104 chaqirib berib yuborish kerak. Bu ne только rayonimizga, bu kim meni nimamni ko'rayotgan bo'lsa, videomni ko'rayotgan bo'lsa, respublika yetsa, respublikalarda ko'rishi mumkin. Ammo nihoyatda nosoz ballonga ehtiyot bo'linglar. Mana men o'zim mahalla ko'yikini o'zimda ham chiqdi, shu olib bordim. Ancha bo'lib qoldi, videosi bor edi. Videosini chiqarmadimda, mana hozir oddiy bunker hisobida tarqatayotgan gaz balloni mahallani bir yerda turib olib, uyma-uy yurmasdan tarqatayotgan video syomka qilib qo'ygandim. Hurmatli fuqarolar, chiqaryapman. Agar imkoniyat bo'lsa, like bosib qo'yinglar. O'z nimalaringni chiqaringlar. Mana men Toshkentga murojaat qildim brak ballonlar bo'yicha. 3 GNPda qanday damlanadi. Uchqo'rg'on raygazi mutlaqo nimasi yo'q buni. Brak ballonlariga. 3 GNPda qaramay texnika xavfsizliklari ishlamaydi. 3 GNPni sudga bermoqchi edim men. Mana shu brak ballonlar masalasida. Yozda mana Uchyoqochda bitta xonadon yondi, bitta qiz kuyib qoldi. Ancha ular mana hozir uyini qilib berishdi, qizni davolatishdi. Ancha nima ko'rdi, normaligi baribir har kuni bitta mashinada 4 ta 5 ta ballon keladi. U raygazga keladi. Raygazdan yana fuqarolar yo'l kira qilib, sarf qilib, olib ketadi. O'zi aslida brak ballonlarni uyga olib borib berish kerak bu raygaz xodimlari. Katta bu videomni ko'rgan katta nimalar, organ odamlari, raygazda ishlaydigan, gazda ishlaydigan xodimlar kattalar. Yana bu Uychi rayonini men o'zim 5-6 marta borganman. Gaz qo'yadigan shoxobchani to'g'rilasa bo'lmaydi. Brak ballonlar dahasha ko'payib ketdi. Qanday qilmaydi ballonlarni? Katta nimalar, mana Namangan oblast gaz xodimlari, men ularga murojaat qildim, Toshkentga murojaat qildim brak ballonlar to'g'risida. Eski tos, eski hammom. Shunday mashinada bor kataga qaytib keladi. 6 ta mashina bo'lsa, 5 tadan bo'lsa, bir kunda 30 ta ballon keladi. Brak ballon. Shuning uchun hozirgi gaz tarqatayotgan videoni ko'rsalaring, shu videodagi shofer va chilangarlarga ashida tarqatayotgan nimalarga chora ko'ringlar. Chorasini ko'rib, qo'llab menga xat qilib jo'natib olinglar xodimlar. Murodjon, ko'rdingizmi, qanaqa bunker qilib tarqatyapti? Jahongir, ko'rdingizmi? Xalqqa kim olib ketyapti, kim yo'q? Ayta, shuncha mashina kerakli odam olib ketmaydi, keraksiz odamlar kelib olib ketyapti. Shu gaz ballonlardan ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'lib foydalaninglar. Gaz ishlatib bo'lgandan keyin bekitib qo'yinglar. Miqidan qo'yayotgan ballonlarni umuman aslo ishlatmanglar. Tepasidan fashillab radiator qo'ygandan keyin chiqib ketsa ishlatmanglar. Hurmatli fuqarolar. Meni gapim shu. Qo'lingizdan kelsa bitta like bosib qo'yinglar. Bo'ldi. Murojaatim shundan iborat.